Assalomu alaykum guys, yaxshimisizlar? Xo'p, bilasizlar, men 2024-yilda, adashmasam sentyabrda IELTSdan 9 olgan edim overall. A, va shu narsani men taxminan 4 yilda ichida uddalam. Ya'ni to ingliz tilini 0 dan beginner darajadan IELTSdan 9 darajaga chiqish uchun, demak, taxminan 4 yil vaqt sarfladim. Va eng muhimi, mana shu 4 yil davomida IELTSga o'ziga e'tibor bermasdan, IELTSdan tayyorlanishga e'tibor bermasdan, men asosan dars berayotgan edim. Tayyorlanishga unchalik vaqtim bo'lgani yo'q edi. O'sha 4 yil to'xtovsiz men dars berganman. O'zim hali IELTSdan ball olishimdan oldin dars berishni boshlagandim. Shundan to IELTSdan 9 olgunimcha ham hozirgacha to'xtovsiz dars berib kelaman. Ya'ni IELTSda o'ziga unchalik vaqt sarflamasdan turib ham 4 yil ishda IELTSdan 9 olgandim. Va self study qilib. Va agar meni fikrimcha bir o'quvchi yetarlicha mehnatni qilsa va to'g'ri yo'lda tayyorlansa, taxminan 2 yillarda ishda IELTSdan 9 olsa bo'ladi. Beginner darajalardan boshlab. Yoki 8 darajalarga chiqish uchun taxminan 1,5 yillar ham yetsa kerak. Bir o'quvchi yetarlicha chopki mehnatni qilsa va albatta to'g'ri yo'lda tayyorlansa. Xo'p, endi men sizlarga mana shu IELTSdan men 9 olishim uchun qo'llagan ma'lum bir prinsiplarim bor. Deylik, ergashgan ma'lum bir tamoyillarim bor, shunga qarab ish qilganman. Qaysidir kitobni o'qimoqchi bo'lsam, o'sha prinsiplga to'g'ri keladimi yo'qmi qaraganman. Qaysidir o'qituvchini gapini eshitsam, qaysidir tamoyillarga qo'yib ko'raverganman-da. Va bir qancha tamoyillar bor xuddi shunaqa. Meni mana shu natijaga erishishimga yordam bergan. O'sha tamoyillardan eng birinchisidan men sizlar bilan bo'lishib ketmoqchiman. Agar haqiqatdan mana shundan foyda topsalaringiz, iloji boricha videoga like bosib, komment yozib qo'yingizlar. Shunda xuddi sizlarga o'xshab, deylik, hozir balki IELTSdan tayyorlanishga qiynalayotgan, balki ma'lum bir vaqtdan buyon darajasi oshmasdan kelayotgan o'quvchilarga mana shu video yetib borib yordam bo'lishi mumkin. Xo'p, boshlaymiz. Birinchi asosiy, demak, men har doim ergashishga harakat qiladigan tamoyil bu a perfectionist strategy. I try to follow a perfectionist strategy. What I do is I break things down into 3 parts: useless, useful, and important stuff. Odatda men qachon ingliz tilini tayyorlanishni boshlagan bo'lsam, xuddi o'sha davrdan boshlab o'rganayotgan har bitta narsamni 3 qismga bo'laman. Keraksiz narsalar, kerakli, foydali narsalar va muhim bo'lgan narsalar. Va qizig'i guys, men nafaqat keraksiz narsalarga e'tibor bermaslikka qaror qilgandim. Hattoki foydali narsalarni ham qilmasdim, faqatgina muhim narsalarga e'tibor qaratish uchun. Shunda vaqtimdan mukammal foydalanardim. Misol uchun, sizlarga bitta misol keltirishim mumkin. IELTSdan tayyorlanayotganda ko'pchilik o'quvchi reading, listeningini oshirish uchun practice test qiladi. Asosan, deylik, practice testlar ishlaydi Cambridge kitoblaridan yoki boshqa practice kitoblardan yoki ko'p mock topshiradi, boshqa qiladigan practice testlar ishlashga harakat qiladi. Va practice testlar foydali. Chunki practice testlar birinchidan sizda o'zingizga bo'lgan ishonchingizni oshiradi, ikkinchidan hozirgi darajangizni bilib olishingizga yordam beradi, o'sishga erishyapsizmi yo'qmi shuni bilishingizga yordam beradi, boshqa. Lekin practice testlar darajangizni oshirish uchun muhim emas. Shu uchun men umuman practice test yechmaganman, darajam o'zi 5lar bo'lgandan keyin taxminan. Bu xuddi nimaga o'xshaydi? Practice test yechish, guys. Xuddi ma'lum, misol uchun mana bunda pul bor ekan, xuddi pulni sanashga o'xshaydi. Qarang, siz pul sanarkansiz, kissangizda qancha pul borligini bilib olsangiz bo'ladi. Va bu sizning o'zingizga bo'lgan ishonchni oshiradi. Qaraysiz, misol uchun, chot kecha-ku deysiz, pul bor deysiz, har holda endi boshqa umuman bugun nimadir, bugun mana bu joyga borsam bo'ladi yoki boshqa narsa. O'zingizga bo'lgan ishonchni oshirishga, kissangizda qancha pul borligini bilishingizga yordam beradi pulni sanash. Practice test yechish ham o'zingizga bo'lgan ishonchni oshiradi va qancha bilim borligini bilishingizga yordam beradi. Qarab turib, menda listening mana bu darajada yoki reading mana bu darajada deya olasiz. Lekin u sizni darajangizni oshirib qo'ymaydi. Xuddi pul sanash sizni boy qilib qo'ymaganidek. Shunchaki pulni sanash pulingizni ko'paytirib qo'ymaganidek, shunchaki practice test yechish sizni darajangizni oshirib qo'ymaydi. Xuddi shunday, deylik, mock topshirishi mumkin bolalar. Juda ham ko'p men bilaman, mock topshirish ham foydali. U ham xuddi hozir aytgan narsalarimizga yordam beradi, lekin u ham muhim emas. Xuddi shunday, yana bolalar qiladigan narsa, men o'sha tayyorlanishni boshlaganda e'tibor bergan narsa, deylik, sinonimlar ko'p yodlardi bolalar. Shunday atrofga qarasam, misol uchun,
yoki YouTube'ga kirib IELTSdan bir video ko'raman nimadir desam, o'sha darajam pastroq bo'lgan vaqtda o'zimda ham hamma tomonda sinonim. Qarasam, misol uchun, important so'zi bo'lmaydi, bu oddiy muhim degan so'z. Buni o'rniga mana bu so'zni qo'llasang, bu 9lik so'z. Important o'rniga crucial, imperative, momentous. Turib ketdi, boshqacha misol uchun so'zlar ketaveradi. A lot of so'zi, ko'p degani bo'lmaydi, bu beshamlik borlar so'zi. Uni o'rniga a plethora of, yoki nimadir, ko'p degan ma'noda qo'lla degan narsalar ko'p bo'lardi. Yoki mana bu struktura bo'lmaydi bu. Buni o'rniga mana bu strukturani qo'llasang, darajang pop oshib ketadi. Siz hozir shunday YouTube'ga kirishingiz mumkin. YouTube'ga kiringizlar va IELTS vocabulary deb yozingizlarda. Chiqadigan 95% videolarda hammasida mana bu 5lik so'z bo'lmaydi, uni o'rniga 8lik so'zni foydalan. Mana bu 6lik so'z bo'lmaydi, uni o'rniga 9lik so'zni foydalaning degan narsa chiqadi. Lekin ingliz tilida 5lik, 6lik yoki 7lik degan so'z o'zi yo'q. Xuddi men sizlarga o'zbek tilida fikrimni tushuntiryapman. Men qaysi darajadagi so'zlardan foydalanyapman? Xo'p, beginner so'z foydalanyapmanmi, C2 so'z foydalanyapmanmi? Nima deb o'ylaysizlar? Bilmaysiz, chunki e'tibor berganingiz yo'qsiz. Xuddi shunday siz imtihon topshirgani kirganingizda examinerlar aynan sizni so'zingizni darajasiga e'tibor bermaydi. Qarab turib, to'xta, bu bola C2 darajada so'z foydalanibdi degan narsa bo'lmaydi. Yoki siz good degan so'zni ishlasangiz, welder the beginner so'z foydalanib qo'ydi degan narsa bo'lmaydi. Examinerlar siz qaysidir so'zni to'g'ri foydalanyapsizmi yo'qmi? O'zini joyida foydalanyapsizmi yo'qmi? Shunga e'tibor beradi. Bu narsani men shunchaki o'zbek tilidan bilganligim uchun ingliz tilidan ham bilganman. Va bular ham foydali, guys. Idiomalar o'rganish ham, yoki bo'lmasa mana shunday sinonimlar, important so'zni o'rniga boshqa so'zlarni o'rganish ham foydali. Lekin muhim emas darajangizni oshirish uchun. Men boya aytgan narsam, men foydasiz narsani ham, hatto foydali narsani ham qilmayman, faqat muhim narsalarga vaqt qoldirish uchun. Mana misol uchun muhim narsa nima deydigan bo'lsangiz, men speakingni oshirish uchun, readingni oshirish uchun qiladigan narsam oldindan va o'quvchilarga qildiradigan narsam, mana shunga o'xshagan har xil maqolalarni olaman, har xil maqolalar. Ingliz tilidagi gazetalar, ingliz tilidagi gazetalar, deylik, magazinlarda yozilgan maqolalar olaman har xil mavzuda, atrof-muhit mavzusida, iqtisodiyot mavzusida, turizm mavzusida, qurilish mavzusida, oila mavzusida, mojarolar, ajrash, har xil mavzularda. Va xuddi shularni tahlil qilaman. Va har bir paragrafda tahlil qilib bo'lishim bilan orqasidan o'sha paragraf haqida gapirib ketaveraman. Shunda men tahlil qilyapman, so'zlarni o'rganyapman, ham readingim rivojlanyapti. Orqasidan birdaniga gapirib ketyapman, ham speakingim rivojlanyapti. Misol uchun qarayman, deylik, paragrafga o'qiyman. Men sizga birozgina o'qib berishim mumkin, bitta paragrafcha. Escapism can be a form of low effort relaxation. Instead of viewing it as a laziness or a waste of time, we should look at it as refueling. According to Dr. Michael Hart, a psychotherapist writer for the website The Daily Dose of Reason, refueling refers to the things of secondary importance that we do in order to mentally or psychologically recharge our spirits so that we can better handle the primary commitments of career, relationships or family. Mana misol uchun escapism, muammolarni unutish, muammolardan qochish haqida gap ketyapti. Misol uchun ayrimlarimiz qo'shiq eshitamiz, kino ko'ramiz yoki shunchaki telefon chiqarib o'tiramiz-ku muammolarimizni unutish uchun, sal hordiq chiqarish uchun. O'sha muammolarni unutish relaxation, hordiq chiqarishga yordam berar ekan va unga instead of viewing it as a waste of time, uni vaqtni isrof qilish yoki laziness, dangasalik deb bilishning o'rniga biz uni refueling, qayta energiyamizni ko'paytirish deb deyapti, qabul qilishimiz kerak deyapti. Chunki o'sha ikkinchi darajali unchalik muhim bo'lmagan narsalar qilishimiz bizga oilamiz, karyeramiz kabi muhim narsalarga energiya topishimizga, hordiq chiqarishga yordam beradi. Xuddi shuni tahlil qilasiz. Recharge our spirits degani misol uchun kayfiyatni ko'tarish, hordiq chiqarish. Mana shunaqangi so'zlarning tarjimasini o'rganasiz va endi orqasidan o'sha paragraf haqida gapirasiz. Xuddi shu frazalar va xuddi shu strukturalardan foydalanib. Misol uchun mana shu paragrafda instead of nimadir qilish o'rniga so that, shunday qilib degan strukturalar qo'llanildi. Xuddi o'sha strukturalar va recharge our spirits, refueling kabi so'zlardan foydalanib paragraf haqida gapirasiz. Boshlaysiz. Misol uchun escapism can serve as an effective means of low effort relaxation. Instead of viewing it as laziness or just a waste of time, we have to embrace it as a form of refueling.
uh, by doing the things of secondary importance, like listening to music, reading books, or scrolling through social media, we can recharge our spirits so that we will have the energy and time needed to accomplish our primary commitments in health, in terms of health, personal life or career. deb turibman. Qaraysiz, paragrafni o'qiysiz, orqasidan endi o'sha paragraf nima haqida bo'lsa, xuddi shu so'zlar, shu strukturalardan foydalanib gapirib berasiz. Mana bunda menda ham reading, ham speaking rivojlanyapti. Xuddi shu narsani listening orqali qilsangiz bo'ladi. Qaraysiz, YouTube'ga kirasiz, bitta ingliz odamni intervyusini, podkastini, mashhur Elon Musk demak kimdir intervyu podkastini eshitasiz, bir 10 minutlik videoni olib turib, 1 minutini eshitib bo'lishingiz bilan, 20 sekund eshitib bo'lishingiz bilan to'xtatasizlarki, orqasidan endi aynan o'rgangan so'zlaringiz, o'sha joyda o'rgangan so'zlaringiz, strukturalardan foydalanib gapirib ketaverasiz. Mana bu narsa ham sizda listeningizda oshiradi, eshityapsiz, ham speakingizda oshiradi. Mana bu narsalar muhim narsalar. Men mana shu narsalarga vaqt qoldirish uchun practice test qilmaganman. Mock exam topshirmaganman. Yoki YouTube'ga kirib deylik IELTS uchun video, qandaydir video dars boshqa narsa ko'rmaganman. Umuman. Lekin shu narsalar menga IELTSdan demak tezroq 9 olishimga yordam bergan. IELTSdan 9 olish qiyin emas. Xohlagan odam bu narsani qilishi mumkin, lekin 2-3 yilda ichida, 4 yillarda ichida 9 olish qiyin. Buni qilmoqchi bo'lsangiz vaqt tejash kerak bo'ladi. Men bu narsani siz yana guys ko'rishlaringiz mumkin. Demak, practice test yechishdadik yoki bo'lmasam o'sha sinonimlar o'rganishdadek. Chunki sinonimlarda ham xuddi hello degan so'zni siz 20 xil variantini o'rganganingiz foydasi yo'q. Chunki siz bir marta hello deysiz. Undan nima kerak bor 20 xilini o'rganishda? Undan tashqari hatto hello deyishni o'zini ham keragi yo'q. Siz imtihonga kirganingizda, yoki imtihonga kirmaganingizda ham shunchaki men bilan suhbatlashsangiz, hi desam, salom desam, hello deb javob berib o'tirmang. Hech qanaqa javob bermang, shunchaki qarang. Lekin endi siz menga fikringizni tushuntirib bering, bo'ldi. Imtihonga kirsangiz ham ekzamenlarda oldida ekzamenlar hi, Eshmatjon qanday bo'lyapsizlaring desa, siz hello deb turib gapirganingiz foydasi yo'q. Indamay qarab turavering misol uchun. Lekin savol berib boshlanganda fikringizni tushuntirib ketaversangiz, muhim savollarga zo'r javob berib ketaversangiz, shu sizni darajangizni hal qiladi. Shu sizni xohlagan natijangizga erishishingizga yordam beradi. Hello deyishda 20 xil yo'lni o'rganish emas, yo important deyishda bir 30 xil variantini o'rganib olish emas. Xuddi shunday, mana misol uchun bolalar speakingdan yana deylik, men o'zim o'sha tayyorlanayotgan vaqtim ham IELTSga bolalar nima qilardi? Speaking partnerlar bilan ishlardi. O'zini darajasidagi boshqa o'quvchilarni topib olardi va shular bilan speaking qilaverardi. Shular bilan gaplashaverardi misol uchun. Lekin har kuni bir xil hobbisi haqida gapirardi yoki har kuni bir xil oilasi haqida gapirardi. Yoki speaking appdagi bir ikkita savollarni olib turib shu haqida gapirib o'tirardi. Hech qanaqa yangi so'z o'rganib, o'sha yangi narsalarni qo'llashga harakat qilmasdi. Yangi strukturalar o'rganib, yangi narsalar qo'llashga harakat yo'q edi. Shunchaki faqat gaplashib o'tirish, bir xil narsa haqida. Uchun ham daraja hech qachon o'zgarmasdi. Xuddi bu pulni sanashga o'xshardi u ham. Qarardan qayta pulni sanaverishga o'xshardi. Qayta pulni sanaverishga o'xshardi. Qayta bir xil narsa haqida gapiraverish. Qayta bilgan so'zni qo'llayverish. Because I like my because I like dogs, because I do this because faqat shu because bir xil struktura, faqat shu bir xil so'z. Xuddi o'sha bir xil pulni sanashga o'xshadi. Natijada pul ko'paymasdi, daraja oshmasdi. Uni o'rniga men boya aytgan narsa, yangi narsangizda o'qirdim, orqasidan gapiraverardim, ham reading, ham speaking. Yangi narsani men YouTube boshqa narsa video, podcast boshqa narsani eshitardim, ko'rardim, orqasidan gapirish bo'lardi. Lekin yana e'tibor beringizlar guys. O'sha speaking partnerlar bilan o'zingizning darajangizdagi odamlar bilan speak qilish foydali, lekin muhim emas. Gap shunda. Lekin muhim emas. Xuddi shunday mock exam topshish. Bu narsalar ham foydali, lekin muhim emas. Men juda ham tez, qisqa vaqt ichida yuqori natijaga erishishni xohlaganim uchun faqat muhim narsalar qilardim. O'quvchilarimga ham xuddi shunday. Men deylik kurs o'tayotgan vaqtim ham hozir 100% hamma o'quvchimga qanaqa kurs bo'lishidan qat'iy nazar. Misol uchun hozir asosan deylik IELTS olganlarga 5,5-6 olganlarga dars bersam, undan tashqari intermediate, pre-intermediatelarga misol uchun yoki bo'lmasam IELTSdan 7,5-8 olgan bolalarga ham. Misol uchun hozir kurslarda dars berayotgan vaqtimda aynan 8,5 ga yoki 9 ga chiqarish uchun
hamma darajadan qat'iy nazar men e'tibor beradigan asosiy narsam, qarayman, o'rgatayotgan narsam keraksiz, hattoki foydali bo'lish bu yoqda tursin, 100% muhimmi yo'qmi deyman. Aniq darajasini oshirish uchun muhim bo'lsagina o'taman o'sha narsani. Bo'lmasa o'tmayman. Va mana shu narsa o'quvchilarda ham juda tez bir oyda ichida birdan natija qilishga yordam beradi. Birdan 2 oyda ichida natija qilishga yordam beradi. Chunki xuddi shu narsani men o'zim ham qo'llab kelganman. Albatta hamma odam har xil yo'lni boshdan kechirishi mumkin. IELTSdan 8, 8 9 boshqa natija qayd etish uchun. Lekin men uchun vaqt juda muhim bo'lganligi sababli shunday qilgan edim. Balki bu noto'g'ridir. Balki bunchalik faqatgina muhim narsalarga e'tibor berib qolish noto'g'ridir. Balki hattoki IELTSdan bir 2 yil bosib tayyorlanib, 2 yil ichida IELTSdan 9 olib qo'yish ham noto'g'ridir. Balki siz bemalol bir 5-6 yil tayyorlanib, bemalol natija qilish kerakdir, bilmayman. Bu narsani o'ylab ko'rish kerak. Lekin shunaqa guys. Mana shu demak mendagi birinchi tamoyil. Shuning ham bundan buyog'iga siz IELTSdan xohlagan ish qilayotganingizda, writing deyapsiz, insho yozayotganingizda yo boshqa narsa qilayotganingizda o'zingizdan so'rang. O'sha ishingiz keraksizmi? Shunchaki foydalimi yoki aniq muhimmi? Xuddi bu narsa hayotda ham, mani misol uchun deylik, hayotda ham biz shunaqa. Ko'chaga chiqib hozir sayr qilish men uchun foydali. Chunki kayfiyatim ko'tarilishi mumkin, har holda qon aylanishi yaxshilanadi. Lekin chiqib sayr qilmayman. Chunki men uchun muhimroq bo'lgan ishlar bor. Men offlayn dars uchun kerak keyinroq, kuchnam offlayn darslar taxlashimga to'g'ri keladi hozir. Xuddi shunday sizda o'zingiz ham hozir deylik toqqa chiqsangiz ancha foydali bo'lardi bor. Hordiq chiqarardingiz, oila bilan vaqt sarflardingiz, nimalardir. Lekin toqqa chiqmaysiz. Shunchaki foydaliligi sababli. Uning o'rniga muhim bo'lgan ishingizni qilasiz. Xuddi shu narsani men IELTSda qilib kelaman. 4-5 yildan buyon. Shuning uchun ham demak qisqa vaqt ichida natija qilishga bu narsa yordam bergan. Shunaqa guys, agar mana shu demak prinsipni yoqqan bo'lsa, boya aytgan narsam like-da shunday bir teshama bir nima bilan like-ga savaringizlar. Boshqa kurslarga ham yordam bo'ladi. Yoqmagan bo'lsa dislike bosingizlar. Shunda boshqalarda ham vaqt ketmaydi videoni ko'rishga. Vaqt isrof bo'lmaydi videoni ko'rib o'tirishga. Shunaqa. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Salomat.